ikkinchi qism. Ular yiroqdan meni ko'rib oldimga yugurishdi. Putlashib, yiqilib, qo'pib kelibla, dadam quchoqlab ko'tirsa, onam ishtonni tortib ovora edi. Onamning savoqdoshlarimning oldida ishtinimni soldirib, eliqi yerimga qarg'iniga ochig'im kelib, tortib turib yana kiyib oldim. Savoqdoshlarim buni ko'rib, yana qoqoqlab kulishib ketdi. Endi onamning qo'lidan bo'shab tursam, dadam ishdan beg'imga qo'l uzatib turib dedi. Hey, seni o yerini shumaq qisib bilib qanab ketdi deydi-ku. Rost shundoq bo'ldimi? Bunda qilaman ko'rib boqay. Ishnim bo'lmadi. O'ng'ishib qoldim hozir. Ishnim bo'lmasang nima ish qiladi amsa? Bunda qila, men qarab boqay. Dada, hijil qilmag'ina dada. Dadam joyillik bilan yana ishtinimni tatdi. Bularga gap qilishning ortiqchiligini bilib, menmi jim turib badim. Dadam ishtinimni tatib, u nimamga sinchilab qarab etgandan keyin yana dedi. Ay, nim bo'lib qisdi o shumak, ha? Nima degili bo'ladi? O'zimning kapsizligini qandoq tushundirman hamdi. Nima deyishimni bilmay, tilimni chaynab turganimda, savoqdishim Xilil ejiyib turib dedi. Mehmetni bizning malım bolsun bakıl buyurupdi. Balı beqib o'ldirib shu balning shumikini cho'chiqqa hisobtikan. Shuning bilan shumak qisilib qanapdi. Ondan shumakni chiqarolmay yig'labdi Mehmet. Malım pichoq bilan shumakni yerib cho'chiqini oldi. O viliqlab kulgili turdi. Yenida turgan Sayfiddinmi Xililga qo'shilib kulib, potlis chiqib ketdi. Xuddi yo'g'on bir ish bo'lgandek, dabdabi bilan so'zlab ketgan Xililga olib qo'yib, dadamning bo'yniga esildim. Dadam meni dekkidi yerga tushirib, qo'lini shiltib vaqirab ketdi. Ey dalti, men seni maktabda o'qig'in deb avatsam, sen berib osh xonimning manqisini beqib shudingmi? Kim dedi seni bola baqqanda, ha? Bizning xonim bolasini bizga baqtirdi shu. Har kuni birsimiz almışıp boqimiz. Birsimiz bolasini baqsaq, qog'inimiz dars anglaymiz. Dedi Sayfiddin kulkisi o'chib jiddiyleşken holda. Dadam bu ishga bir g'azo qaynadi. Xuddi muallim Mushiyaning o'zida bodek. Dadamning tilg'anlarini, qayg'anlarini anglab turdigandek. Bo'lishig'i tillab, ichini bo'shtib olmoqchidek qiladi. Agar onam dadamni bazlab, ochiqig'a hoy berib turmaganida, dadam shu toptili maktabga berib, xonimni izlamoqchi edi. Biroq onam to'xtatib oldi. Voya, sizlarni nereden kelaki deb to'rt yo'lning do'qmishiga chiqib saqlab turgandi. Uyi bor xaqning ishdan tushsa, g'itildab udul uyiga mangadi. Boradigan ish bo'lsa, ati borasiz. Xilil jildamni onamga tutqizib qo'yib, Sayfiddinni agashtirib uyga ketdi. Atisi chopig'imni ichishimg'ila dadam eshak harvisini qaytib tayyor qilgan ekan. Chiyimni ichib bo'g'icha to'liq oldirib oram bermadi. Chiyimni ichib, jildamni esib o'ylig'i chiqsam, meni ko'ttirib harviga oldi. Ondan oldirib eshak tayoq silib maktab tarafga haydadi. Dadam eshak harvini darvozasiga bog'lab qo'yib, meni ko'tirib maktabga kirdi. Muallimning ishxonasining oldiga kelishimizga, umi eliqi suydik buraydigan tezini ko'tirib ishxonadan chiqib yetibdi ekan. Dadamni ko'rib bir tatardi. Shundaqdimi? Villidi kulib oldimizga kelib mundaq dedi. Oy, Mehmet, cho'pchang bo'lib qolganda yana dadangning quchqiga chiqib olibsan-ku. Qandaq aka? Yaxshi turib-atamla. Yaxshi xonim, alomat yaxshi. Shu silini ko'gimiz kelib, kap qoldiq qaq atiganda. Bu men mao balani maktabda o'qisin deb avatsam, ha? Sili mening balamni bola boqquchilik qilsasli bo'lamda? Naning qoidasi bu? Bola deganni beqishni chog'lagan odam tug'mamdi. Tug'diganni tug'ib qo'yib, maktabga akilib, xalqning bolasiga baqtirishlik qanday bo'ladi? Sili buning bo'shkini bir qitim tortib boqqanmi ya? Ya bir qitim emitib qo'yganmi meni balamni?
Nimalarga nima yetmay, buningga bola boqtirlar, ha? Bu bola boqqan chaqda darsdan qolsa, imtihondan o'tamasa, natijasi yaxshi bo'lmasa, sizlarga bo'la olamlar. Kim ruxsat qildi sizning o'quvchilarni bola boqqili silishlarga? Uyda onasimi uklarini boqtirmaydi buningga. Xalqning bolasini mushundoq madikalik qilib qo'yib ishlaganlarga hukumat bergan maoshdan pishkib bo'lib bermaylik qachon. Biz ota-onalar bolalarimizni ativolab bo'ynimizga mindirib boqamiz yo'q. Sizlar bu yerda bola boqqili, po'q suydik adolig'ini silib yursin qamlishamda. Qanda tarbiya ko'mga xotinsizlar. Dadam maktab hovlisini beshiga kiyib, xeyli uzun vaqirab jaqirdi. Xonim to'xtamay dadamga tushuntirib Aka, men sizlarga tushuntiray. Hay, undaq emas. Amis qanda? Bu moqilib olay deganmi balamni? Men undaq o'ylamadim. Shu amal yo'q bo'lib qoldi. Jinim aka, gapimni bir anglab baqsizlar xush bo'lay. To'la gap qilmisizlar? Nima nervamni o'rlitdim xotin? Voy, undaq emas tavatimanga. Mao bola silining shumlarini beqish davomida o sisiq tozning shumiki balamning cho'chqini qisibdi. Elim yaxshi shumakni elvatgili bo'p qilib, nimasi amon esan qopdi. Unda bo'lmay balamning yeriga bir ish bo'p qolgan bo'lsa, keyingi umrda avlodsiz qolsa, buning javobkari sizlar bo'ladinglar. Uqtilma? Bilabdinglar shuni. Ballarga shumakni men sep qo'ydimmi? Jim o'ltiramay, o'nimisini o'z tiqib beqibdi. Yomon yerdan chiqsa mendan ko'rdikina. Men buningga Oni menga shumak sep o'yna demagan. Jim o'ltirib baliga qara degan. Balamga baqo, kichkida solida shumakni oni sap bo'lgan. Cho'ng bo'lganda sag'ili, daqdun baqchilib, alli-malliga osh berib, mehmon qishqirib boshqidan ap bermas. Sizlar nima buningga shumak selishni qo'ydi qalla, Sizlar ashim manqillarni buningga tutqizib qo'ymagan bo'lsalar, shu sholamda qani sizlarning sho'jonlari chaqirsizlar miyaga. Başlıkları bilan tuzuk-muzuk be deyishayman. Dadam shundoq deb esilib, chinqilib vaqirab ketdi. Dadamning gapiga chidamagan muallim pang'ida yig'ilib etdi. Qarasam atrofimiz mig' odam. Birdamning ichida butun maktabdagi o'qituvchi o'quvchilar mishaga jo'g'lashib bizni o'ribdi. Bir ikki muallim bizning muallimga tasalli berib, ko'ngilni yasab, elqi sigak tizini uning quchog'idan oldi. Ongacha maktab mudirimiz bir talma chechi qolmagan kallasini parqirtib, nadindir paydo bo'ldi. Ondan olishib turganlarni tarqitib etib, muallim bilan dadamni ishxonasiga akirib ketdi. Dadam meni sinfga kirib ketishga buyurib, maktab mudirimizning kaynidan kirib ketdi. Aslida dadam bilan birga kirgan bor edi. Lekin dadam menga amroq bo'lsa-mu, hozirgidek ochiqqa kelib turgan chog'dagi qopig'idan qo'rqima. Shunga yavaşlık bilan sinfga kirib ketdim. Muallim darsga kirmagandan keyin sinfda tungus to'pig'i qayindi. Tunugunki jon yerini shumak qisqan ish savoqdoshlarimga bo'p bergan edi. Bir o'g'il savoqdoshim tunugunki ishtonning eg'ini qamollab, tipchaklagan holatimni do'rab, voyjallab qo'yib edi. Boshqalar qiqa silib kulishib, beqin tutib eg'inab ketishdi. Yana biraylan aymanmayli ishton eg'imni silab yuriydi. Mehmet, saqtuva. Joyida bormi ya? Qandoq? Lozimmi? Dedim-da, tos qoldim ochchig'imda ishtonni sepbagili. Buni ko'rib, savoqdoshlar qaytadan kulishib, qoqoqlashib ketdi. Qarasam, tex qizlar xijil bo'lganini do'rab, qo'li bilan yuzlarini etib opti. Desam demasam, ishtonni sog'an bo'lsam, barmoqlari orasidan maraytdi yaqchan. Jeli bo'lib tursam, o'g'illar bir boshdan zangliq qilib turdi. Mehmet, shumak qisi qandoq bo'ladi ekan? Asqaber ketili. Mo'lim tutganimni ya. Ey, mening dadam yog'ochchi. Shumak lazım bo'lsa, yasab berdi. Shumak, 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 shumak,
sinfning ichi degan qiqas cho'qan guldir gulib ha ha hi bo'lib zodili besiqmidi. Xeyli uzun bo'lganda muallim kiribdi. Chiroyini do'mpangli ishtondek purishtirib. U kirish bilanla sinf ichi vashshidi jimidi. Bolalar pitirab yugurishib o'z o'rinlariga berib o'ltirishdi. Men xuddi bir yomon ish usti tutilib qolgandek beyab tuyg'uda edim. Muallim kirib, doska oldida hammamizga takshi qarab, gap qilmay turdi. Hammamizning ko'zi muallimda. Qachon eg'izni buzib, tillab ketar ekan deb. Besiqdi degan bilan yanili kapsizligi bor edi savodoshlarimning. Hammasi menga qarab, tilini chiqarib, ishtonning eg'ini sharatlab, xilma-xil qiliqlarni chiqarib, meni zang'aq qilishyotdi. Ularning qiliqlariga qarab, o'zimni tutib olmay kulib tashladim. Hey, Mehmet degan qo'shang toz. Hamma xafalikni sen terib, yana eshakning ko'tirak kulsin ha? Chiqa oldiga. U menga qo'lini shiltib turib shundoq dedi. Kichik bo'lsa-mu, o'zimga kuchli g'ururim bor-da. Yomon ochchig'im keldi mening. Shunga oldig'imni chiqmadim. Gapmi qilmadim. Parvoyimga olmay, derizdan sirtqa qarab o'tiraverdim. Muallim bir hozog'icha o'zi tillab, o'zi yig'lab, kichik bolada qag'ishlik qilib, dardini chiqarib oldi. Undoq vaqildab tursa, gap qilib petnolaydiqmi? G'ing qilmay o'tiraverdik joyimizda. Qarsam, o'g'illar tomshig'ini ichiga tiqib, ovoz chiqarmay kulishgili turibdi. Qizlarning muallimga ichi og'rib, texi natsa yig'lishib ketibdi, kulkamni qistab. Shu qitimqi ishdan keyin muallimchaq eliqi suydik puraydigan shumini maktabga akammaydigan bo'ldi. Ham shuningdan keyin mening Koski degan laqabim shumakka o'zgarib qoldi. Cho'ngdan tortib kichikcha erkak kishi hammasi meni nada ko'rsa shumakla deydigan bo'lib oldi. Urushib, so'qishib, jidal qilib to'syanmagandan keyin bo'pti deb ko'rim bo'lmadi. Shunda qilib bu shumak degan gap menga bir chiroyli laqam bo'lib singib qoldi. Laqam singib qolsa-ku mayli edi. Bu muallimchoq shuningdan keyin qavatli o'shib ketdi. Har qarasa xuddi yeydigandek chinqilib, tishlarini g'o'chirlatib, ko'zning paxtasi kayniga o'tib ketgudek oliyib, texi o'rinsiz ishlarga meni cheqib ilib, paytini topsa satli bir tillaydi, alomat qabih gaplari bilan. Undaq izolarini anglab berib, ko'nimga ketdim bara-bara. Uydagilarga deb bo'lsam, dadam yana maktabga kelib urushishdan yonmaydi. Shunga amal bor, ishchimga tinib yurayverdim. Tillisimi anglamagan qisilib. 3-yillik chiqqandimi, yana mush muallimning qo'liga qoldik. Kasofat alomatmi bir eg'iz bala cho'kanti. Haytni hoyt deb bo'g'icha odamni 5 tog'or tilivitib qarab turdigan. Buning izolarini anglab berib, o'zimni sat gap qilib odam tillaydigan bo'lib qopti ekanman shu zamonlarda. Bu odatimni xeyli cho'ng bo'g'icha tashlayanmagandim. 3-yillikning 1-mavsum o'qishi boshlanganda maktabga yosh bir o'qituvchi keldi. To'p tepkili usti bir odashdi u. O'g'illar amroqda o'qamamiz. Tanaffus bo'lsa kayniga kirib olatdik. Muallim to'p o'ynaylik-chi deb. Bumi ko'nglimizni yondirmaydi. Ishi bo'lmasa bizni maydonga yig'ib to'p qo'g'iltib o'ynaydi. O zamonlarda yeri deganda maktabga piyoda berib keladigan bo'g'ashqa tushlik tomoq vaqtida uyga qaytmay, atdiganda onamiz jiltimizga sep qo'ygan nonni yeydik. Yeb bo'lgandan keyin dars vaqti bo'g'ichi birdam o'ynab olatdik. Bir kuni nenimizni yeb bo'lib, bolalar bilan to'p o'ynaylik deyishdik. Bizning to'pimiz yo'qdi. Shu muallimning to'pini o'ynaydik. O'zi ep chiqsa tehi. Shuning bilan sayfidan meni kirib muallimni chaqirib chiqqan dedi. Men to'pni xeyli yaxshi o'ynag'ashqa, u muallim menga bakla amraqdi. Bolalar shunga meni buyurdi. Mana, to'pni chiqa, mana o'ynaymiz. Birdan to'p o'ynaylik, chiqa. Bolchi bu. Tez bo'l.
Men bu sharafdan kerilganimcha alanglab muallimning ishxonasiga mangdim. Berib ishikni chaksam jim, xeyli qattiq urib boqsam yana jim. İçinden etip koyup diken işikdi. Muallim odatda kunduzi uxlamaydi o. Bugün muncha jimib ketgili bir ish bo'lmagandi ha? Qanday qilsam bo'la? Shularni o'ylab, ishxonaning kayin tarafiga o'tib, derazani so'gidek bo'lib, choplashib ishxonaning ichiga qardim. Vah! Mana karomat degan. Muallim uxlamagan bilan oldirashgan emasmi? Xizmat ustida. Bizning muallim ostida, u muallim uning ustida. Ikkilisining ishtini yo'q. Ikkisi bir bo'lib, boshqacha bir to'p kelib turibdi. To'liq tortilmagan deraza pardasining yon tarafidan qarab ko'rib qoldim-da bu ahvolni. Ko'rib hayajonlanib ketdim o'zimcha. Kaynimga yenib ketish deganni o'ylamabdiman faqatla. Derazaga teg'imi chimchoqlashib, bu hayajonli minutlarni toza ko'rib olsam, kimdir birsi o'y deb tovlab qoldi kaynimdan. Shartida qarasam maktab mudir emas. İşdan beg'ini etib, hojatxonadan chiqyotdi. Tartdi yugurib qochdim darholla. Mudir kaynimdan tillab, voqirganicha ishtimni etib qoldi. Yenib kelsam, balla ko'zimning ichiga qarab turdi. Muallim qani? Shuni deyman, quruq qo'li chiqibsan ku. Shu emasmi? Top qani, topchi. Topchi. Ay, gap qotma, muallim qani? Top qani? Gapla. Muallim oldirashgan, kelamaydi ekan. Men shundoq gapni tugitib, o'ddul sinibga kirib ketdim.